Ha do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim, bugun 2026-yil 2-iyul kuni kechki soat 7. Turgan joy Jizzax viloyati Arnasoy tumani Farg'ona Siv 15-safhozdagi 7-bo'limidagi bedazorimiz mana. Ko'ringizlar, bedazorimizda mana ertaga o'ramiz. Mana qanday zo'r gullagan, mana ko'ringizlar mana. Gullarni ko'ringizlar mana, gullarni. Ertaga men qanaqa beda olyapman degan joyingizga mana ko'ring. Uzunligini ko'ramiz mana, uzunligini mana. 1 2 3 4 5 1 metr ziyodroq, 5 qarz ziyodroq mana. Mana bu tarafini ola olmay qoldim. Pulim bo'lmay qoldi deganlarga bu taraflarni do'stlarim bir hafta 8 kundan keyin tayyor bo'ladi. Bu bedazor 4 kundan keyin ertaga o'rlar 4 kundan keyin press tayyor bo'ladi. Mana ko'ringizlar mana qanday baland. Mana bel bo'yi bo'ladi, bel bo'yi. Nihoyatda zo'r gullagan mana. Ola olmay qoldim deb armonda qolmang do'stlarim. Bu taraflari mana hali kechroq o'rilgan, shuning uchun ikkinchi o'rim bedazorlar do'stlarim. Mana bu taraflari ko'ringizlar. Qip-qizil bo'lib gullagan. Mana ko'ringizlar. Mana bedazorlar, bedan gullari mana. Mana ko'ringizlar bedazorimiz gullarini. Nihoyatda zo'r gullagan. Shu beda presslardan mana buni ko'ringizlar, gulzorni, bedazorni gullarini ko'ring mana. Nihoyatda zo'r gullagan. Hidlari ham nihoyatda zo'r. Kapalaklar ham ko'p aylanyapti. Mana chigirtkalarimiz ham bor. Kapalaklar bosgan mana, kapalaklarimiz. Mana bu joy, bu taraflarni ko'ringizlar. Mana bu joylarni ham ko'ringizlar. Qamish yo'qmi deydi. Bitta ikkita qamish ham yo'q emas, bor. Endi bu qamish bitta press ichiga bitta ham tushmaydi mana. Gulni ko'ringizlar. Go'sht suyaksi bo'lmaganda bitta ikkita qamishlar ham yo'q emas mana. Mana gullarni ko'ring. Mana bu taraflarimiz mana bugun o'rildi do'stlarim. Mana bitta o'rilgan beda mana. Mana bu yerda ham gulni ko'ringizlar mana, guli. Mana. Gullar. Nihoyatda zo'r gullagan. Bugun o'rildi, bugun. Mana ko'ringizlar. Gullarni qarang mana, gullarni. Mana bu qatorlarni ko'ringizlar. Nihoyatda zo'r. Mana bu tomonlarda nihoyatda masta qalin. Presslar nihoyatda zo'r tushadi mana. Va mana endi bedazorimizga, pressimizga to'g'ri keldik mana. Presslarimiz mana tayyor bo'lgan. Mana bu pressni ko'rsatamiz sizlarga mana. 1 2 3 4 ziyodroq 90, 80, 90. Mana buni ham ko'ring mana. Yaxshi qurigan mana. Mana. 1 2 3 4 90, 80, 90. Mana ko'ravering presslarimizni. Xohlagani faqat nihoyat yaxshi gullagan, nihoyat yaxshi qurigan, top-toza beda mana. Mana ko'ring, bu tarafini ham ko'ring mana. Mana ko'k mana. Yumshoq beda. Mana bu o'lchaymiz. 1 2 3 4 5 1 metr bo'lib ketdi bu. 80 90, shuning uchun mana bu oldimizdagi mashina Nurota tumani Sintob qishlog'iga qarab 300 ta ketyapti, Cho'pon ukamizga qarab ketyapti bu. Sintobliklar. Marhamat, mashina ham tayyor. Olib borib qo'yadigan, ortadigan ham alohida pul oladi. Donasiga, press donasiga 1,5 ming so'mdan mana ortayapti, taxlayapti ikki kishi. Shuning uchun pressdan quruq qolib ketmang. 1,5 mingta sotildi. Bu yoq endi yerda sotiladi. Kam qolayapti do'stlarim, kam qolayapti. Otni qamchilang. Kelgusida shunaqangi bir yaxshi gullagan, nihoyatda bir yaxshi qurigan, mayin beda pressdan quruq qolib, qishda molingiz och qolmasin do'stlarim, obunachilarim. Nihoyatda ko'p odam telefon qilyapti. Telefonlaringiz uchun nihoyatda rahmat.
Mana bu yoqda men layla qo'ylarim yuribdi, mana shularni ko'rsatay devdim. Mana sizlar layla qo'ylarim ham bor, do'stlarim mening. 200 layla qo'yim, bular menga yordam beryapti. Sababi layla qo'ylarim chigirtkalarimizni yeyapti, chigirtkalarimizni. Shuning uchun bedazorimizdan efirlar qilyapmiz do'stlarim. Mana bu ertaga Shavkat akamning bedasini pressdan ola olmay qoldim. Tugab qoldi deb yurmang. Hali ham bor mana 5000 6000 ta chiqadi bu yog'idan. O'rilmagan taraflarni ko'rsatdim. Shuning uchun do'stlarim, bu yaxshi qurigan, yaxshi presslangan mana yana bitta har qanday ko'raveramiz, har qanday ko'ring mana. Mana yam yashil. Endi molimga yediraman. Molim semirsin, otim semirsin, qo'yim semirsin deganlarga kelingizlar, olib ketingizlar. Tavsiyam shu. Mana quruq, nihoyatda yaxshi gullagan, nihoyatda yaxshi bog'langan presslarimizdan lavhalar qilamiz. Sintopliklar, bayroqni qo'ldan boy bermang. Mashina tayyor, 300 ta ortadigan, 400 ta, 500 ta ortadigan mashinalar tayyor. Har bitta pressga 5000 so'mdan minadi. Shuning uchun sizga 32000 so'mdir, 33000 so'mdir plus minusga boradi, uyingizga yetib boradi. Uyingizdan kelib ham o'tirmaysiz. Sintoplik vakillaringizni topasiz. Mashina tayyor. Biz yuklaymiz, pulingizni kartaga tashlaysiz va biz ortib uyingizgacha jo'natamiz do'stlarim. Mana qancha press kerak, mana shuncha press bor mana. Shuning uchun mehnatimiz yondi do'stlarim. Qilgan mehnatlarimiz samarasini berdi. Mana layla qo'ylarimiz ham yordam beraylik, yordamga kelgan 200 ta layla qo'yim bor mening. Va mana endi esa daromadni qilyapmiz do'stlarim. Shuning uchun sizlarga ko'rsatishga lozim deb topdim. Telefonim 94lik 195 10 68. Mana layla qo'ylarim uchayapti mana. Shuning uchun ko'ringizlar, armonda qolmang. Armonda qolmang do'stlarim. Shuni barcha efirlar sizlar uchun bo'layapti. Sog' omon bo'lingizlar. 94lik 195 10 68 Shavkatjon bloger bedachi. Shuning uchun sog' omon bo'lingizlar. Mana ortqish Temur ukamiz mana Farg'ona 15-safhozdan. Tepada ukam, oting kim? Ozodbek. Mana mashinani ko'ring, ortishni ko'ring mana. Beda pressni ko'ring mana. Bitta ham bargi to'kilmagan. Qo'ylarim qo'y deysizmi? Otingizmi? Mana marhamat ey. Quyonga ham bo'ladi. Mashina ham nomer 787, dahshat mashina. Lekin Jizzaxning mashina yetkazamiz joyigacha. 300 ta, 400 ta, 500 ta o'rtadagi mashinasi bor ukamning. Shuning uchun mana mijozlarimiz ham kelgan. Armonda qolmang, armonda qolib ketmang. To'g'rimi Ozodbek? Xo'p.